G'iybat nima uchun harom qilingan bilasizmi aslida? G'iybat mo'minni obro'siga tajovuz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam odam o'ldirish bilan barobar qo'ydi. Shunday ekan biz bundan saqlanishimiz kerak azizlar. Ammo hozir ming afsuski azizlar, biz hozir shu darajaga chiqdikki, Alloh bizni kechirsin, biz o'sha g'iybatdan o'tib bo'xtonga o'tib ketdik. Ko'rmasdan, bilmasdan bemalol bo'xton qiladi. Bemalol bitta odamni sha'nida uni obro'sizlantiradi. Ha bu qora ekan, bu oriq ekan, bu uzun ekan, bu semiz ekan, bu oddiy gap. Lekin mana shu o'sha odam eshitsa xafa bo'ladimi? Bu g'iybat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Hajjatul Vadoda turganlarda bir gap aytuvdilar. Hajjatul Vado bilasizlar, o'sha Arofatda. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, mana shu bugungi turgan joyimiz, makonimiz va bugungi oyimiz qanday harom qilingan bo'lsa, mo'minni mo'minga qoni ham, obro'si ham harom qilindi dedilar. Ya'ni boshqa bir mo'min ikkinchi mo'minni qonini to'kishi va uni obro'sini to'kishi harom dedilar. Shuning uchun bir odamni g'iybat qilganimizda uni obro'siga tajovuz bo'ladi. Aytadilarki, agar bir insonda shunaqa g'iybat qilib qo'ygan bo'lsa, endi tavba qilayotgan bo'lsa nima qilish kerak desa, o'sha odamdan uzr so'rab qo'yish kerak. Meni kechiring, men sizni g'iybat qilib qo'yuvdim. Mendan rozi bo'ling deb qo'yish kerak. Agar ayta olmasa, u odamda o'ziga aytsa, yanada o'sha xafagarchiligi kuchayib ketadigan bo'lsa, o'sha qaysi davrada g'iybat qilgan bo'lsa, shu davrada u odamning obro'sini ko'tarib qo'ysin deydi. Endi maqtab qo'ysin. Ana shu uni tavbasi bo'ladi. Bo'lmasa, bu qiyomatga qoladigan narsa. Bir kuni Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambarimiz alayhisalomga bir onamiz haqida gapirib aytdilarki, qasir, bo'ylari past edi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, siz hozir uni g'iybat qildingiz dedilar. Agar hozir mana shu g'iybat kalimasi dengizga qo'shilib ketsa, dengizni aynitadi dedilar. Yana boshqa bir rivoyatda tupuring, qon tupurasiz degan ma'nodagi gaplari ham bor.